Assalomu alaykum Big Fishing obunachilari, qarmoqdosh do'stlar. Mana shunaqa joy topib oldim hozir. Hozir men nimadaman? Xo'sh, uzumchilik tomonda lokatsiyani iloji bo'lsa olaman. Faqat Telegram gruppamdan olasizlar endi lokatsiyani kerak bo'lsa agar. Lokatsiya so'raganlarga Telegram gruppamga o'tasizlar. Big Fishing deb yozasizlar, Big Fishing. O'zbekcha, lotincha farqi yo'q. Big Fishing deb yozsalaring, gruppam chiqadi, Telegram gruppa, shunday kirib turib lokatsiyani olaverasizlar. Endi har borgan joyimni lokatsiyasini Telegram gruppamga tashlab boraman. Endi o'qni boshladik. Mana hozir qarmoqlarni endi tayyorlayapman. Mana shu to'g'ri qilamiz. Qarmoqlarni tashladim. Mana birinchisi bu tomonga, bunisiga chuvalchin qo'ydim. Endi bunisiga non qo'yibman. Mana 10 tomoniga chuvalchin qo'ydim. O'na turibdi qizarib. Shu 10 tomondagi chuvalchinni tortishni boshladi. Tashlashim bilan sirasi tortishni boshladi. Suv ko'ryapsizlar, Anjan kanali suvga o'xshagan mutli suv ekan. Baliq o'ynab turibdi, mana hozir ko'zlarni. 10 tomoniga tortyapti hozir. Mayda shekilli hozir. Olib kirib ketgan yo'q, mana suvni betiga ozgina non tashlab qo'ydim. O'sha nonni verxoplavkalar cho'qiyapti chiqib. Baliq ham bor ekan, o'ynab turibdi. Hozir kelib mashinani to'xtatib, baqa yuratsam, kecha bitta 5-6 ta sazan ushlashdi. Sholni suv tushayotdi, shu sholni suvga kepti shekilli edi. Mana shu sholiga qarayotgan fermermi, bilmayman, ishchisimi. O'sha shunaqa deyapti. Kecha ushlashibdi battan sazan. O'shanga hozir keldim, men o'tirdim, men chap tomondan nonni ham tortyapti. Nonni ham cho'qiyapti, men chuvalchinni ham cho'qiyapti. Ko'ramiz. Mayda baliq tashlab ko'rish kerak edi. Endi mayda baliqqa hozir ushlab tashlagani vaqtim ham yo'q, sharoit ham yo'q. Nonni tashlab ko'rdim, nonni cho'qiyapti, o'tiraychi, bag'daman chuvalchin. Chuvalchin tortib to'xtab qoldi. Nonni tortyapti. Lokatsiya kerak bo'lsa Telegram gruppamga kirasizlar. 10 tomoniga yetalayapti hozir. O'g'ina, yaxshi yetalayapti. Hozir ko'ramiz. Ayt. Yaxshi yetalayapti. O'nara qilashib qoldi, chiqarib olay. Mana kurchok tozalab qo'yibdi. Hozir tashladim 5 minutda. Mayda baliqda kurchokka yopishyapti nimaga? Chuvalchinga. Non qo'yaymikin? Hozir yana bitta chuvalchin qo'yaychi, agar yeb ketadigan bo'lsa keyin non qo'yaman. O'zi mayda baliq qo'yish kerak edi-yu, hozir o'ylab ko'raman. Mayda baliq qo'yib ko'ramanmi? Hozir yana tashladim, chuvalchin qo'yib, yana tortishni boshladi. Mayda chuvalchinga yopishyapti. Bunga iloji bo'lsa yo bo'yla yoki krevetka, shunga o'xshagan qattiqroq narsa qo'yish kerak. Makkami, banduel bo'lsa makka, konservadagi. Chap tomondagi nonni sekin-sekin cho'qiyapti. Buni ham yeyapti shekilli maydalar mana. Ko'ryapsizlar? Qanaqa non tashladingiz deb so'raganlarga mana oddiy novvoy nonni olib, novvoy nonni ichidan olib qo'yapman. Hech qanaqa non tayyorlaganim yo'q, xamir-pamir bir narsalar qo'shganim yo'q, oddiy non. Oddiy nonga tortyapti. Ammo joy yaxshi ekan. Chuqurligi ham 1 metrdan ochiq ekan. Yo'lni bo'yidan qaragan odam qamish bosib yotibdi, hech kim kirmaydi baqa. Sal ichkariroqqa kirdim, joylar yaxshi ekan. Mana shu nonni totyapti. Nonni kattasi olib qolarmikin? Chuvalchinni yetalayapti yana. Telefonni o'chirib udishkani ko'tarishga to'g'ri kelyapti. Bilasizlar, o'zi oson emas. Katushkani aylantirish kerak, udishkani tortish kerak. Rosa zo'r tortyapti. Yetalashni qaranglar buni. Tak. Paklovka bor. Natijam bo'lish kerak. Chap qo'limda telefonni ushlab oldim, mavoda tortib qolsa o'ng qo'limda udishkani tortaman. Iloji yo'q bo'lsa keyin udishka telefonni qo'yib baliqni chiqaraman-da, mana hozir yetalayapti. Yaxshi tortyapti. Endi mayda bo'lishi ham mumkin-da. Yetalashni qaranglar. Ketyapti hozir o'ng tomonga qarab. Bunga ham non qo'yaman shekilli, chuvalchinni aylantirib o'ynab tashlayapti mayda baliqlar. Non qo'yib ko'raman hozir bunga.
Verxoplavka mana birinchi natija Verxoplavka chiqdi. Verxoplavka olgan ekanda. Verxoplavka ham natija endi birinchi natija. Endi tashlab yuboriladi bu. Iloji bo'lsa kesib qo'yish kerak buni. Ilon ham bo'lishi mumkin-da, o'tirib tursinchi. Bitta qarmog'i uzilib ketdi, uni poplov turibdi. U qamish tagiga olib kirib ketdi, bilmayman nima ekan. Qisqasi kattami, kichkinami nima bo'lsa ham ilashtirib qo'ydi, uzildi. Uni poplov ketdi. Uni endi yig'ishtirib qo'ydim. Bittasini tashlab ko'ramiz, ana bittasi mayda turibdi. O'zi bitta qarmoqqa tutgan yaxshi. Ikkita bo'lsa mana shunaqa bo'ladi. Bittasi tortib ketsa, ikkinchisini ko'rib bittasiga qarab turganda ikkinchisi tortib ketadi, ulgurmay qolasan. Shunaqa bo'lib ilashadi, mana ilashib buzildi. O'ng tomondagini tashlab qo'yganman, non qo'yib qo'ydim. Mana shuni bitta qarmoqqa o'qilamiz hozircha. Joy mana o'tiradigan joylar jicha neudobniy ekan, lekin suv yaxshi. Chuqurligi yaxshi, mutniy. Faqat batga qiziq bormaysalar. Chunki sholidan suv tushyapti, sholni suv to'xtasa, batdan suv pasayib ketishi mumkin. O'shaning uchun batga qiziqib tayyorlanib 3-4 kun vaqt o'tkazib kelsalar ham balkim suv to'xtab pasayib ketgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun keladigan bo'lsalar ham shu 1-2 kunda kelib o'q qilib ketsalar ham bo'ladi. Hozir lokatsiyasini gruppamizda tashlab qo'yaman, Telegram gruppamizdan ko'rib olasizlar. Uzumchilikdagi joyning lokatsiyasi deb yozib qo'yaman tagiga. Telegram gruppamga kirib olaverasizlar. YouTube'dan so'ramanglar lokatsiyani. Telegram gruppamga Big Fishing deb yozsalaring, Big Fishing. O'zbekchami, lotinchami farqi yo'q. Endi menda 1 soat, 1,5 soat vaqt bo'lyapti, xolos o'tirgan. Balki kelib ertadan kechgacha o'tirilsa, natija bo'lishi kerak. Batda ilon boshlari ham bo'lishi kerak. Sazan ilon bosh bo'lsa kerak. Qolgan baliqni bilmadim, laqqani bilmadim, ammo bu tomoni borib turib bomba kanaliga qo'shiladi, Kachteriga. Shu bomba kanali boshlanishiga. Balkim laqqa ham chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin sazan bilan ilon bosh bo'lishi kerak batlarda. Hozir mana to'xtab qoldi. Nonni yeb ketdi shekilli. Qisqasi lokatsiyasi agar qiziqqanlar bo'lsa, baliq chiqqan yo'q, men aytib qo'yay. Baliq chiqqan yo'q hozircha. Natija bo'lib qolsa tashlayman, bo'lmasam yo'q. Agar qiziqqanlar bo'lsa, lokatsiyasiga suv chuqurligi yaxshi. Hozir ko'p joyda suv yo'q-ku. Hatto suv yaxshi ekan. O'shaning uchun lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Telegram gruppamizdan Big Fishing deb yozsalaring chiqadi. O'sha yerdan olaverasizlar lokatsiyani. Uzumchilikdagi joy deb qo'yaman. O'qigan joyimni shunga o'xshagan alternativ yozib qo'yaman. O'sha yerdan olaverasizlar. Bugun obeddan keyin lokatsiyasini tashlab qo'yaman gruppaga. Hozir gruppamizga lokatsiyani tashlashga harakat qilib ko'rdim. Batda internet yo'qligi uchun tashalmadim. Endi harakat qilib ko'raman, iloji bo'lsa tashlab qo'yaman. Lokatsiya ololmayapman, internet yo'qligi uchun, internet yo'q batda. Zona chiqmayapti. Iloji bo'lsa tashlab qo'yaman. Xo'p, do'stlar, bitta qancha 1 soat bo'lmasa ham 40 minut, 35 minut, 40 minut o'tirdim. Hozircha natija yo'q. Faqat chuvalchanda yeb ketayotdi. Non qo'yib qo'ydim, nonni mana tortmayapti, turibdi. Nonni ham cho'qiyapti-yu, unaqa yevormayapti. Batga agar mabodo kelib qolsalaring, iloji boricha lokatsiyasini tashlab berishga harakat qilaman. Agar tashalsam bu, kesalaring, mayda baliq o'sha mayda baliq tashlab ko'ringlar. Baqa tashlab ko'ringlar. Ilon bosh ham bo'lishi kerak batda. Keyin qattiqroq narsa makka tashlab ko'ringlar. Hatto sazan bor ekan-u. Hozir menda sazanga yem faqat chuvalchanda, nonni olmayapti. Hozir men batdan o'zi yig'ishtirib ketaman. Bugun qancha 1 soatcha vaqtim bor edi. Hozir bir pashti 40 minut, 45 minut o'tiribman. Hozircha natija bo'lmadi. O'sha bitta Verxoplavka chiqdi, uni ham tashlab yubordim. Kesib ilon boshga tashlab o'tirgan, to'g'risi vaqtim ham yo'q. O'sha baliqni olib qaytadigan paytim bo'lib qoldi. Afrikanskiy laqqadan olib qaytaman endi ko'lga. Agar qiziqsalaring, uzumchilikda hozir yo'lini tushuntirib qo'yaman.
nimadan kelganlaringda, Uchi post tomondan kelganlaringda ikkinchi ko'prikdan o'ngga burilasizlar. Kachterning ustida ikkinchi ko'prikdan o'ngga burilsalar, to'g'ri kelsalaring nima bor? Bitta bino bor, betonli bino. To'rtko'chani chap tomonida keladi. O'shaning oldida kran bor. O'sha yerda to'xtab, o'ng tomondagi zakka tushasizlar. Boshida qamish bosib yotibdi, bo'lmaydi. Faqat sal ichkariroqqa kirasizlar. Zakenda bo'yida shol ekilgan. Sholi bilan zakenda orasida odam yuradigan yo'l bor. Agar ilojini qilsalaring, topib kelasalaring, kelaverasizlar. 3-postdan kelganlaringda ikkinchi ko'prikdan o'ngga burilasizlar. To'g'ri ichkariga kirib kelganlaringda birinchi to'rtko'cha emas, ikkinchi to'rtko'chani chap tomonida betondan qurilgan naves bor bino. Siz to'rtko'chadan to'g'riga o'tmaysa, o'ng tomonga shunday burilib daraxt tagiga qo'yib, o'sha yerdan zakendan harakat qilib o'shaverasizlar. Faqat sal ichkariga kirish kerak. Yo'lni bo'yi qamish bosgan, yana yo'l chataq ekan, joy chataq ekan, ketib bormanglar. Ichkariga kirsalaring ko'rasizlar, joylar turibdi. Bir 5 tami, 6 tami joy qilib qo'yishibdi baliqchilar, kecha kelganlar. Joylar yangi qilinganligi shunday bilinib turibdi. Mana qamishlar hali qurgan ham yo'q. Yangi joy qilingan. Kecha birinchi marta o'tirishgan bo'lsam, men bugun ikkinchi odam bo'lib kelibman-da. Qisqasi do'stlar, bugungi o'yimiz tamom. Joy mana shu joy. Lokatsiyani iloji bor tashlab beraman. Agar tashlamasam tushuntirib qo'ydim. Kelaverasiz ikkinchi ko'prikdan o'ngga. To'g'ri kelsalaring birinchi to'rtko'cha emas, ikkinchi to'rtko'chadan o'ng tomondagi zakin. O'sha to'rtko'chaning chap tomonida kran ham bor, suv oqyapti. Ichimlik suvi. Shu. Sog' bo'lasizlar, ovlarga omad.